Assalomu alaykum do'stlar. Tabriklaymiz, siz bu videoni YouTube premyerasidan oldin ko'rmoqdasiz. Agar 1000 ta odam oddiy obuna yoki premium obunani sotib oladigan bo'lsa, biz darhol Naruto, Hunter X hamda Titanlar hujumi animelarini eksklyuziv tarzda sizlar uchun ilovamizga yuklaymiz. Ularni hatto televizorda Anishoir saytiga kirib, katta ekranda bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Anishoir jamoasi bilan birga qoling. Yoqimli tomosha tilaymiz. Boshqa tomonda esa bizning qahramonlarimiz mashg'ulotdan sillasi qurib o'lib qolay deyishmoqda. Naruto sekin Sakuraning oldiga borib yalinishni boshlaydi. Sakura-chan, iltimos menga siringni o'rgat. Faqat anavi man Sasuke'ga aytib qo'yma. Buni chetdan kuzatib turgan Sasuke'ning ensasi qotadi. Kakashi ustoz esa Narutoni kuzatib ichida shokda edi. Bu bolaning chakrasi shunchalik ko'pki, hatto men va Sasuke'nikini ham qo'shib hisoblaganda ham undan oshib ketadi. Ayni paytda esa ko'prik qurilishi qizg'in davom etmoqda. Sakura esa usta Tadzunani qo'riqlab zerikib o'tiribdi. Shu payt usta Tadzuna Sakuraning oldiga kelib, "Hoy, qizaloq, anavi ikkita to'polon sheriklaring qayerda qoldi?" deb so'raydi. Sakura g'urur bilan, "Ular hali ham daraxtga chiqishni eplay olmay sarson. Men esa mashg'ulotni birinchilardan bo'lib tugatganim uchun Kakashi ustoz meni sizni qo'riqlash uchun yubordi", deydi. Buni eshitgan Tadzuna qotib kuladi. "Zo'r hazil qilding, qizim. Sen-a, meni qo'riqlaysanmi?" Buni eshitib Sakuraning ichidagi ikkinchi Sakura g'azabdan portlab ketay deydi. Shu payt Tadzunaning ishchilaridan biri kelib vahima qila boshlaydi. "Usta, men ketaman. Gato hammamizni qirib tashlamasidan oldin jonimni saqlab qolishim kerak. Biz o'lib ketsak bu ko'prik kimga kerak o'zi?" deb yig'lamsiraydi. Ana xolos, qo'rqoqlar ham topiladi-da. Shu payt Tadzunaning asabi buzilib o'sha qo'rqoq ishchisini haydab yuboradi. O'rmonda esa Naruto va Sasuke'ning ahvolini ko'rsangiz, yig'lagingiz keladi-ya. Ust boshlari yirtilgan, loyga belangan. Naruto hansirab, "Jin ursin, nega bu shunchalik qiyin?" deb noliydi, lekin ikkalasi bir-biriga shunday raqobat bilan yomon qarab qo'yishadi-da, "Men sendan o'zib ketaman" degan ma'noda yana daraxtga qarab yugurishadi. Qoyil, haqiqiy raqobat ketmoqda. Bu payt Sakura va usta Tadzuna bozorlik qilish uchun qishloqqa tushishadi, lekin qishloqning ahvolini ko'rib Sakuraning yuragi ezilib ketadi. Do'konlarda umuman oziq-ovqat yo'q. Peshtaxtalarda faqat chirigan eski sabzavotlar yotibdi. Gato butun qishloqni xarob qilibdi. Bu payt bitta och qolgan bechora bolakay Sakuraning oldiga kelib ovqat so'raydi. Sakura unga o'zidagi shokoladni beradi. Bolakay xursand bo'lib rahmat aytganicha yugurib ketadi. Ko'rdingizmi do'stlar? Bu qishloqni qutqarish qanchalik muhim ekanligini siz ham tushungandirsiz. Tadzuna tushuntiradi. Qishlog'imizning bu abgor holatiga o'sha yaramas Gato sababchi. Hamma undan dahshatli darajada qo'rqadi. Odamlarda umid qolmagan. Faqatgina mana shu qurilayotgan ko'prik bizni Gatoning zulmidan qutqarib, xalqqa yana umid bera oladi. Buni eshitgan Sakura ichida, "Naruto, Sasuke, biz albatta ularga yordam berishimiz shart" deb o'ylaydi. O'rmonda esa bizning ikkita qaysar qahramonimiz Naruto va Sasuke hali ham mashg'ulot bilan ovora. Sasuke tinimsiz harakat qilib daraxtning ancha tepasiga belgi qo'yib tashladi. Naruto esa asabiylashib, "Agar faqat Sasuke'ni o'ylayversam, umuman diqqatimni jamlay olmayman" deb o'zini o'zi qo'lga oladi. U Sakuraning maslahatini eslab, chakrasini oyoqlariga yo'naltiradi va daraxtga tirmashishni boshlaydi. Lekin aynan shu payt Sasuke unga gapirib chalg'itadi va Naruto gumburlab pastga tushadi. Naruto o'rnidan turib alamidan baqirishni boshlaydi. Sasuke esa xotirjamlik bilan Narutodan Sakuraning boyagi sirli maslahatini so'raydi. Naruto esa tirjayib, "Hech qachon aytmayman, o'zing top" deb rad etadi. Sasuke buni eshitib hayron qoladi, lekin sahnada esa bularni qarang, Naruto va Sasuke xuddi 2 yil ovqat ko'rmagandek yovvoyilarcha ovqat yeyishmoqda. "Yana ber, yana" deb bir-biriga yomon qarab, haqiqiy ovqat yeyish chempionatini boshlab yuborishdi. Ashaddiy raqobatchilarda bular o'zi aslida. Lekin oxiri nima bo'ldi deng? Ikkalasi ham bo'kkuncha yeb, oxiri qayd qilib yuborishadi. Sakura asabi buzilib, "Hoy, ochofatlar, me'yorida yesanglar bo'lmaydimi? Yegan narsalaringni hammasini isrof qilding-ku" deb dakki bera boshlaydi. Ular ko'proq energiya yig'ish uchun shunday ahmoqona musobaqa qilayotgan edi. Shu payt Sakura devordagi bitta yirtilgan rasmga e'tibor qaratadi. Rasmning bir qismi ataylab yirtib olingan edi. Tadzunaning qizi Tsunami bu rasm uning marhum eriga tegishli ekanini aytadi. Usta Tadzuna esa g'urur bilan, "Odamlar uni qishlog'imizning haqiqiy qahramoni deb atashardi" deydi. Buni eshitgan kichkina Inari indamasdan o'rnidan turib xonadan chiqib ketadi. Tsunami ham uning orqasidan yugurib otasiga tanbeh beradi. "Dada,
Sizga necha marta aytganman, Inarining oldida uni umuman gapirmang deb. Sakura hayron bo'lib, o'zi nima bo'lgan deb so'raydi. Tadzuna oxiri xo'rsinib tushuntiradi. U odam Inarining o'z otasi emasdi, lekin ikkalasi bir-biriga juda yaqin, xuddi ota boladek edi. O'sha paytlar Inari juda quvnoq, baxtli bola edi. Lekin keyin hammasi barbod bo'ldi. Qishloqning umidi, jasorati, hammasi o'sha fojiadan keyin chilparchin bo'ldi. Keyin usta Tadzuna bundan naq 3 yil oldingi dahshatli voqeani so'zlab beradi. O'shanda qishloqdagi bezori bolalar Inarini rosa masxara qilib qiynashardi. Ulardan biri Inarining kuchugini shartta chuqur suvga irg'itib yuboradi va ustidan kulib, "Qani, kuchugingni yaxshi ko'rsang borib qutqarib olchi", deydi. Lekin bechora Inari suvdan dahshatli darajada qo'rqadi. Suzishni umuman bilmasdi. Shuning uchun joyida qotib qoladi. Shu payt bitta yaramas bola uni orqasidan itarib suvga tushirib yuboradi. Kuchukcha amallab Inarining oldiga suzib keladi, lekin Inari o'zini yo'qotib qo'yib suv tubiga cho'kib keta boshlaydi. U ko'zini ochganda esa o'zini Kaiza ismli notanish, lekin juda mehribon bir yigitning yonida ko'radi. Inari hayron bo'lib, "Meni siz qutqardingizmi?" deb so'raydi. Kaiza jilmayib, "Ha, qani, kel. Oldin ovqatlanib olaylik", deydi va unga shunday oltin so'zlarni aytadi. Agar kimnidir rostdan ham yaxshi ko'rsang, o'z joningni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham uni himoya qilishing shart. Sen kuchugingni qutqarishing kerak edi. Ma'lum bo'lishicha, Kaiza boshqa davlatdan o'z orzularini ro'yobga chiqarish uchun kelgan oddiy baliqchi ekan. Ular juda tez til topishib ketishdi. Inari o'zining haqiqiy otasini bilmagani uchun Kaizani o'z otasidek ko'ra boshladi. Tez orada Kaiza ularning oila a'zosiga aylana boshladi. Lekin qishloq dushmanlar hujumiga uchragan Kaiza aslo orqaga chekinmadi. U o'z xalqini himoya qilish uchun mardlarcha o'z jonini fido qildi. O'sha kundan boshlab u butun qishloqning afsonaviy qahramoniga aylanadi. Lekin afsuski, bu tinchlik uzoqqa cho'zilmaydi. Qishloqqa o'sha yovuz Gato bostirib keladi va hammasini dahshat o'chog'iga aylantiradi. Faqatgina Kaiza o'sha yovuz Gatoga qarshi turishda mardlik topa olgan edi. Lekin Gato uni to'xtatish uchun yollanma qotillarni yubordi va bechora Kaizaning qo'llarini shafqatsizlarcha kesib tashlashdi. Eng dahshatlisi, butun qishloq xalqi, hatto kichkina Inari ham bu qonli manzarani shunchaki tomosha qilib turishga majbur bo'ldi. Kaizani hammaning ko'z o'ngida qatl qilishdi. O'sha mash'um kundan keyin Inarining yuragi muzladi. Butun qishloqning umidi so'ndi. Endi esa hozirgi vaqtga qaytamiz. Naruto o'rnidan turishga harakat qiladi, lekin madori qurib gumburlab yiqilaveradi. Kakashi ustoz unga, "Naruto, shuncha dahshatli mashg'ulotdan keyin ozgina dam olishing kerak", deydi. Lekin bizning qaysar qahramonimiz ko'narmidi? "Yo'q, Kakashi sensei, men bu dunyoda haqiqiy qahramonlar borligini albatta isbotlayman", deb baqiradi. Boshqa tomonda esa qiziq voqea. Zabuzani qutqarib qolgan o'sha sirli niqobli ninja, ya'ni Hakuni ko'ramiz. U sochini yoyib yuborganda, oho, xuddi go'zal qiz bolaga o'xshab qolibdi-ku. Haku o'rmonda uxlab yotgan Narutoni ko'rib qoladi va "Bu o'sha ninja-ku", deb tanib uning oldiga keladi va qo'lini uzatadi. Bu paytda esa qolganlar Narutodan qattiq xavotir olayotgan edi, chunki u tuni bilan uxlamasdan tinimsiz mashq qilganda, hatto bizning sovuqqon Saskimiz ham chiday olmay, uni qidirgani o'rmonga yo'l oladi. O'zicha yana "Men shunchaki aylanib kelaman, uni qidirayotganim yo'q", deb bahona qilib qo'yishini aytmaysizmi? O'rmonda esa Haku uxlab yotgan Narutoning bo'g'ziga qo'l cho'zadi. Nahotki uni bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lsa? Lekin yo'q, u shunchaki Narutoni ohista turtib, "Uyg'on bolakay, bu yerda yotsang shamollab qolasan", deydi. Naruto ko'zini ochib, tepasida turgan go'zal qizni ko'rib, yuzlari qizarib ketadi. "Iye, siz kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz?" deb duduqlanadi. Shu payt Haku o'zining bolaligini, o'sha qorong'u o'tmishini eslaydi. Kichkina bechora Haku ko'cha chetida och nahor, kimsasiz o'tgan paytlari odamlar unga yordam berish o'rniga oldiga axlat tashlab ketishardi. Qanday shafqatsiz dunyo ha bu. Va aynan o'sha umidsiz kunlarda uning oldiga Zabuza kelgan edi. Haku xotiralaridan qaytib Narutoga qarab shunday chuqur ma'noli gap aytadi. "Bilasanmi, insonning hayotida u uchun jonidan ham aziz bo'lgan, himoya qilish kerak bo'lgan kimidir bo'lsa, ana shundagina u haqiqiy, yengilmas kuchga ega bo'ladi." Buni eshitib Naruto chuqur o'yga toladi. U Iruka senseyni, o'zining do'stlarini eslab, "Ha, siz 100% haqsiz", deb jilmayadi. Haku o'rnidan turib ketishga chog'lanadi va ketayotib shunday deydi: "Aytgancha, men qiz bola emas, o'g'il bolaman." "Nima? O'g'il bola? Bu nima degan gap?" Naruto shokda qotib qoldi. "Men ham hayratdaman do'stlar, yoqa ushlayapman. Axir u Sakuradan ham chiroyliroq-ku. Qanaqasiga o'g'il bola bo'lishi mumkin?" Haku o'rmon bo'ylab ketayotganda uni qidirib kelgan Sasuke bilan to'qnashib qoladi. Sasuke uning yo'lidan o'tayotganda dahshatli sovuq bir chakrani his qiladi. Qani? Bu yog'i nima bo'lar ekan?"
Naruto o'ziga kela olmay, hayotimda g'alati narsalarni ko'p ko'rganman. Masalan, Sasuke'ning basharasini, lekin bugungisi o'tib tushdi-ku, deb o'zicha g'ulduraydi. Boshqa tomonda esa Kakashi ustoz va Sakura o'rmon bo'ylab Narutoni qidirib yurishgan edi. To'satdan ularning oldiga bitta kunay uchib tushadi. Tepaga qarashsa, qaranglar, Naruto daraxtning naq uchiga yetgan eng baland shoxiga chiqib olibdi-ku. Sakura hayratdan qotib qolib, "Qoyil, bu omadsiz bola qanday qilib shuncha balandga chiqdi ekan-a?" deb o'ylaydi. Naruto g'urur bilan o'rnidan turmoqchi bo'ladi-yu, ana xolos muvozanatni yo'qotib pastga qarab uchadi. Kakashi va Sakuraning yuragi yorilay deydi, lekin Naruto shartta oyog'i bilan shoxga osilib olib, teskari qarab tirjayadi. Shunchaki hazillashdim. Qo'rqib ketdilaringmi? Sakura asabi buzilib, "Ahmoq bola, nega bunaqa qilyapsan? Bizni xavotirga qo'yding-ku", deydi, lekin uning ichida ikkinchi Sakura umuman boshqa narsani o'ylayotgan edi. "Seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman, ahmoq Naruto", deb faryod qilardi. Kakashi ustoz esa xavotir bilan nimadir yomonlik yaqinlashayotgandek tuyulyapti, deb o'ylaydi va aynan shu payt Narutoning oyog'i rostdan ham sirpanib ketadi va u chinakamiga pastga qulaydi. Kakashi va Sakura yana shokda, lekin bizning qutqaruvchimiz Sasuke yashindek tezlikda paydo bo'lib Narutoni havoda tutib oladi. "Senga qachon aql kiradi o'zi? G'irt tentaksan", deb jerkib beradi Sasuke. Qoyilmisiz? Sasuke yana qahramon. Boshqa tomonda esa Haku Zabuzadan "Yaralaringiz tuzalishiga yana qancha vaqt ketadi?" deb so'raydi. Oradan biroz vaqt o'tib tun tushadi. Qarasak, Naruto va Sasuke daraxtning eng tepasiga, yulduzlarga qadar chiqishibdi. Sasuke hansirab, "Bo'ldi, Naruto, pastga tushamiz", deydi. Ikkalasi ham uyga sudralib, arang yetib kelishadi. Ust boshlari dabdala, o'lib qolay deyishmoqda. Naruto zo'rg'a jilmayib, "Biz buni uddaladik, daraxtning eng uchigacha chiqdik", deydi. Buni eshitib Kakashi ustoz xursand bo'lib ketadi va "Barakalla, endi sizlar ham usta Tadzunani qo'riqlash missiyasiga tayyorsizlar", deb e'lon qiladi. Lekin Inari g'azabdan yorilay deb baqiradi. "Nima qilsanglar ham Gatoning dahshatli armiyasini yenga olmaysizlar. Zaiflar hech qachon kuchlilar yenga olmaydi. Sizlarning bu mashg'ulotlaringiz bitin. Sizlar haqiqiy og'riq nimaligini bilmaysizlar. Faqat tirjayib yurasizlar." Buni eshitib Narutoning asabi qaynaydi va boplab javob qaytaradi. "Xo'p, unda butun umr shunda yig'lab, nolib o'tiraver. Yig'loq qo'rqoq", deb shartta xonadan chiqib ketadi. Bechora Inari esa yig'lab qolaveradi. Ertasi kuni Kakashi, Sasuke va Sakura usta Tadzuna bilan ko'prikka yo'l olishadi. Bizning dangasa Naruto esa topdingiz, og'zini ochib xurrak otib uxlab yotgan edi. Boshqa tomonda esa Gato Zabuzaga telefon qilib, "Qachon ishingni tugatasan o'zi?" deb asabiga tegadi. Zabuza g'azablanib telefonni shartta oyog'i bilan pachoqlab tashlaydi va Hakuga qarab, "Tayyormisan? Qani ketdik", deydi. Nihoyat Narutoning ko'zi moshdek ochiladi va "Meni tashlab ketishibdi-ku", deb vahimaga tushadi. Darrov kiyinib ko'prik sari yuguradi, lekin yo'lda qandaydir g'alati narsani ko'rib to'xtab qoladi. Bu paytda Kakashi va usta Tadzuna ko'prikka yetib kelishgandi, lekin u yerdagi manzarani ko'rib shokda qotib qolishadi. Hamma ishchilar qonga belanib yerda hushsiz yotardi. Kutilmaganda atrofni quyi qop-qorong'u tuman qoplay boshlaydi. Kakashi darrov jangovar holatga o'tib, "Tayyor turinglar. Bu Zabuzaning yashirin tuman jutsusi", deb ogohlantiradi. Tuman ichida Zabuzaning sovuq ovozi yangraydi. "Kechirasiz, Kakashi. Sizlarni biroz kuttirib qo'ydim shekilli." Va Zabuza ularning naq ro'parasida paydo bo'ladi. Buni ko'rib Sasuke qaltirashni boshlaydi. Nahotki u yana qo'rqib ketgan bo'lsa? Lekin Sasuke miyig'ida kulib, "Men qo'rquvdan emas, jang qilish hayajonidan qaltirayapman", deb dahshatli gapni aytadi. Kakashi unga ishonib, "Qani, boshla Sasuke", deydi. Sasuke yashindek tezlikda otilib borib Zabuzaning hamma suv klonlarini bir soniyada pachoqlab tashlaydi. Shundan so'ng haqiqiy Zabuza va niqobli Haku ularning ro'parasida paydo bo'ladi. Zabuza kulib, "Oho, bu bolakay ancha kuchayib qolibdi-ku. Haku, uni o'zing hal qilasan", deydi va o'zi dahshatli tezlikda Kakashiga tashlanadi. Jang qizigandan qiziq tus olyapti do'stlar. Lekin boshqa tomonda usta Tadzunaning uyda dahshatli voqea yuz berayotgan edi. Gatoning yollanma qotillari uyga bostirib kirishadi. Hojatxonada yashirinib o'tirgan kichkina Inari onasining dahshatli qichqirig'ini eshitib qoladi. U yugurib chiqsa, yovuz qotillar uning onasini asirga olib pichoq tirab turishgan edi. Qani, endi nima bo'lar ekan? Gatoning yaramas odamlari Inarini ko'rib, uni o'ldirish uchun bostirib kelishadi. Lekin shu payt
Inarining onasi yig'lab, "Iltimos, Inariga tegmanglar. Uning hech qanday aybi yo'q. Buning evaziga nima desangiz qilaman", deb yalanadi. Buni eshitgan iflos qaroqchilar xursand bo'lib, onasini o'zlari bilan sudrab keta boshlashadi. Bechora Inari esa qo'rquvdan qaltirab, dod deb yig'layotgan edi. Lekin to'satdan uning qulog'ida Narutoning o'sha achchiq gaplari jaranglaydi. "Sen butun umr shunday yig'lab o'tasan. Yig'loq qo'rqoq." Keyin esa qahramon otasi Kaizaning oltin so'zlarini yodga oladi. "Agar kimnidir rostdan ham yaxshi ko'rsang, o'z joningni fido qilib bo'lsa ham uni himoya qilishing shart. Qani, Inari, o'zingni ko'rsatish vaqti keldi." Otasining gaplaridan dahshatli motivatsiya olgan Inari ko'z yoshlarini artadi-da, g'azab bilan Gatoning odamlarga qarab yuguradi. Onasi vahima ichida, "Inari, to'xta, orqangga qayt", deb baqiradi, lekin Inari aslo to'xtamaydi. Qaroqchilar esa, "O'zing tilab olding, tirrancha", deb yaltiroq qilishlarini sug'urib, uni chopib tashlashga chog'lanishadi. Buni ko'rgan bechora onaning yuragi dosh bermay shartta hushidan ketadi. Boshqa tomonda ko'prikdagi jangda esa Haku Saskiga qarab o'tkir ignalar yomg'irini yog'diryapti. Saski ularni kunayi bilan arang to'sib qolyapti. Atrof to'la suv, Saskining esa faqat bitta qo'li bo'sh edi. Haku yaqqol ustunlikka ega va eng dahshatlisi, Haku atigi bitta qo'li bilan dahshatli tezlikda ninja ishoralarini yasashni boshlaydi. Buni ko'rib Saski va Kakashining jag'i yerga tegib qoladi. Bitta qo'li bilan, a? Gap yo'q senga. Haku ishoralarini tugatib, sovuqqonlik bilan maxfiy jutsu, 1000 ta o'lim ignalari deb baqiradi. Shu zahoti yerdagi hamma suv tomchilari osmonga ko'tarilib, minglab o'ta o'tkir dahshatli muz ignalariga aylanadi va bu ignalar yomg'iri to'ppa-to'g'ri Saskiga qarab uchib keladi. Ana bo'lmasam, Saski nima qilarkan endi? Kadr yana Inariga o'zgardi. Qaroqchilarning qilichi Inariga tegdi deb o'ylagandik, lekin qarasak u yerda Inari emas, oddiy yog'och bo'lagi yotibdi. Ha, bu o'rin almashtirish jutsusi. Inarining onasi ham g'oyib bo'lgan. Qarasak bizning qahramonimiz Naruto ularni qutqarib qolgan ekan. Urra! Inari hayratda. "Naruto, qaroqchilar kelganini qayerdan bilding?" deb so'raydi. Naruto esa jilmayib, "O'rmonda ketayotib yarador qilingan hayvonni, daraxtdagi kunay izlarini ko'rib qoldim. Hamma izlar to'g'ri sizning uyingizga olib borayotgan edi", deydi. Qoyil, Naruto nafaqat kuchli, balki aqlli ham bo'libdi-ku. Keyin Naruto o'sha yaramas qaroqchilarning changini chiqarib, boplab adabini berib qo'yadi. Endi esa ko'prikdagi dahshatli jangga qaytamiz. Saski chakrasini oyoqlariga jamlab shunday balandlikka sakraydiki, bu dahshat ignalaridan arang qilt etmay qutulib qoladi va ko'z ochib yumguncha Saski Hakuning naq orqasida paydo bo'lib, unga shunday dahshatli tepki tushiradiki, Haku uchib ketadi. Bum! Ol ulishingni, Haku. Buni ko'rgan Zabuza shokda qotib qoladi. "Yo'q, bu aqlga sig'maydi. Hakudan tezroq odam bo'lishi mumkin emas", deb o'ylaydi. Kakashi ustoz esa g'urur bilan jilmayib, "Mening jamoamni past baholama, Zabuza. Saski qishlog'imizning eng yosh va eng zo'r jangchisi. Sakura esa eng o'tkir aql egasi va nihoyat bizning birinchi raqamli, o'ta giperaktiv va kutilmagan ninjamiz Naruto Uzumaki", deb maqtanadi. Boshqa tomonda esa Naruto Inaridan kechirim so'rab, "Sen qo'rqoq emassan, aksincha, juda ham jasur, mard bo'lasan", deb unga dalda berayotgan edi. Buni eshitib Inari xursandligidan yig'lab yuboradi. Naruto esa shamolday uchib ko'prik sari jangga otlanadi. Ko'prikda esa vaziyat o'ta jiddiylashyapti. Haku qandaydir g'alati, dahshatli jutsuni ishga soladi. Uning butun tanasidan muzdek sovuq chakra tarqala boshlaydi. Saskining atrofini to'satdan muz bo'laklari yig'ib, ko'z ochib yumguncha uni ulkan muzli ko'zgular qamog'iga solib qo'yadi. Haku yashindek tezlikda o'sha muz ko'zgularining ichiga kirib ketadi. Endi Saski qaysi ko'zguga qaramasin, hammasida Hakuning aksini ko'radi. Kakashi ustoz Saskini qutqarish uchun yuguradi, lekin yaramas Zabuza uning yo'lini to'sib qoladi. "Sening raqibing menman", deydi u. Haku esa muz ko'zgular ichidan Saskiga har tomondan dahshatli ignalar yomg'irini yog'dira boshlaydi. Saski ignalar orasida qolib, qonga belanib og'ir yaralanadi. Voy bechora, Saskini endi kim qutqaradi? Buni ko'rgan Sakura, "Saskimni qutqaraman", deb jon holatda u tomon yuguradi va kunay otadi, lekin Haku ko'zgudan sekin chiqib, kunayni shartta havoda tutib oladi. Qoyil qolish kerak uning tezligiga. Lekin aynan shu payt tashqaridan kimdir Hakuga qarab ikkita dahshatli syuriken uloqtiradi va Haku muvozanatini yo'qotib pastga qulaydi. Bum! Bu qutqaruvchi kim deysizmi? Albatta bizning birinchi raqamli to'polonchimiz Naruto Uzumaki. U yetib keldi do'stlar. Aytgancha yigitlar, video qanday ketyapti? Pastda kommentariyalarda albatta o'z fikringizni yozib qoldiring.
Xullas, shundan keyin Naruto o'zining mashhur soya klonlarini yarata boshlaydi, lekin Zabuza buni ko'rib darrov Narutoga qarab syurikenlarni otib yuboradi. Naruto nima bo'layotganini tushunmay shokda qotib qolgan. Syurikenlar unga tegishiga bir baxiya qolganda Haku o'zining ignalarini otib syurikenlarni to'xtatib qoladi va Narutoni qutqaradi. Tasavvur qilyapsizmi? Haku Zabuzaga qarab, "Men u bilan o'zim xohlagandek jang qilaman. Iltimos, aralashmang" deydi. Keyin Haku Naruto bilan gaplashishga tushib ketadi. Shu payt Sasuke fursatdan foydalanib Hakuga qarab ignalar otadi, lekin Haku ularni shunday osonlik bilan aylanib o'tadiki, xuddi bu uning uchun oddiy o'yindek. Keyin Haku yana o'sha muzli ko'zgularga kirib ketadi va Sasuke'ga qarab yomg'irdek ignalarni yog'diradi. Hech kim bu ko'zgularning qaysi birida haqiqiy Haku borligini bilmaydi. Qolganlari shunchaki aks xolos. Lekin qanday qilib u to'rt tomondan igna ota olyapti? Bu aniq jumboq bo'lib qolmoqda. Agar u ichkaridan, Naruto esa tashqaridan bir vaqtda hujum qilsa, bu tuzoqdan chiqib keta olishadi. Lekin qarasaki, Naruto uning ro'parasida turibdi. Chunki u Sasuke'ni qutqaraman deb o'zi ham ko'zgular ichiga kirib olgandi. Ya'ni endi ikkalasi ham qopqonga tushishdi. Ana, xolos. Sasuke asabiylashib, Narutoga baqira boshlaydi va ikkalasi jang o'rtasida aytishib ketishadi. "Ey, baraka topkurlar, jang qilyapsizlarmi yoki arazlashyapsizlarmi?" Sasuke muzni eritish uchun olovli shar jutsusini ishlatadi, lekin muzga umuman ta'sir ham qilmaydi. Haku esa ularni rosa do'pposlab, yomon ahvolga solib qo'yadi. Narutoning jahli chiqadi, yana soya klonlarini yaratadi va Hakuga tashlanadi. Lekin Haku shunchalik tezki bir ko'zgudan ikkinchisiga kirib o'tib, Narutoning hamma klonlarini bir soniyada yo'q qilib tashlaydi. Tezlikni qarang. Haku ularga aytadiki, u aslida faqat bitta ko'zguda turibdi, lekin tezligi shunchalik yuqoriki, ko'zgular orasida yashindek harakat qilib, ularga har tomondan hujum qila olyapti. Uning aytishicha, uning tezligi oldida hamma narsa sekinlashib, xuddi sekinlashtirilgan kadrlardek ko'rinar ekan. Buni eshitgan Kakashi hayratda qoladi. "Yo'q, bu Kakkei Ginkai-ku. Bu shunday maxsus texnika yoki kuchki, u faqat ma'lum bir klan a'zolarida tug'ma bo'ladi. Xuddi Kakashining Sharingani kabi. U ham faqat Uchiha klaniga xos va qondan qonga o'tadi. Xuddi shunday chakradan muz yaratish ham Hakuning qonidagi maxsus qobiliyat. Shuning uchun Kakashi bu jutsuni nusxalay olmaydi, chunki uning DNKsida bunday kuch yo'q." Naruto esa qonga belangan holda, "Men bu yerda o'lmayman. Orzuyimga yetishim kerak" deb baqiradi. Qoyil, iroda degani shunaqa bo'lishi kerak o'zi.